Abduvali Ayubning O'yinlar vadisi Turkiya nomli kitobidagi kichik tema Tuzum afzalmi, millatmi? Burun haramga borganlardan turk hojilarning eng tartiblik tavob qildiganligi haqidagi hikoyalarni anglagan edim. Ömrü ibadatiga musharraf bo'lganimizdan keyin dunyoning har qaysi joylaridan kelgan musulmonlar bilan muңdishish, ularning tavob jarayonini kuzatish va selishtirish fursatiga erishdim. Deyilgandek, Turkiya, Malayziya va Indoneziya musulmonlarining tavobni haqiqatan qoida ahkomlar bo'yicha to'lim sifatlik tamomlayotganligidan so'yindim. Shuning bilan Turkiyalik, Indoneziyalik va Malayziyaliklarning nima uchun boshqa el musulmonlardan farqlanadiganligi haqida o'ylandim va boshqalardan fikr oldim. Kuzatishimcha, tartiblik haj qilayotgan turkiyalik musulmonlarning hammasi degidek ma'lum bir sayohat shirkatiga tizimga oldirgan bo'lib, yetakchilik qildiganga ustoz, og'riq siylaqlarga doktor saplangan ekan. Hammaylanga birdan karta tarqitilgan bo'lib, ustiga shu kishining ismi, adresi, telefon nomeri va mas'ul shirkatning aloqa adresi, aloqador kishining uchurlari turkcha, arabcha kirgizilgan ekan. Ularning qo'llarida haj qo'llanmasi bo'ldi ekan. Ular o'rinlashtirilgan mehmonxonalarda tavobdan burun dars o'rinlashtirildi ekan. Shirkatlar yetakchilarni tanlaganda mush sohada e'tirofga erishgan, belgilik jamoati shakllanib bo'lgan o'limalarni tanlaydi ekan. Haj qilmoqchi bo'lgan xaridor shirkat ko'rsatgan o'limalarni tanlab, qaysi o'limaning vaz tabliqlarini yoqtirsa, shu kishining yetakchiligidagi tavob o'mga qitildi ekan. Turkiya Diyanet Ministerligi maxsus turk hojilar uchun Makka va Madinada sahiya markazlarini qurgan bo'lib, o'z fuqarolar uchun haqsiz mulozimat qildi ekan. Malayziya va Indoneziyaning haj tavob ishlari allaqachon shirkatlashib bo'lgan bo'lib, hatto o'xshamagan shirkatlarning hojilarga tarqitib beradigan maxsus kiyimlarimi farqli ekan. Kiyimlar oq, ol, ko'k, yeshil, so'sin qatorliq qardan boshqa ranglarda bakmi chiroyli loyihalangan bo'lib, ulardagi tartib, itoat va birlikka odamning haqiqatan maslik keldi ekan. Ularning turklardek saxiylik bilan sadiq tarqatganlarini ko'rmadim. Ammo hurmatining haramda turklardan kam emasligiga shohid bo'ldim. Tavob jarayonida va tavobdan qaytib kelgandan keyin bu haqda do'stlardan so'rab baqdim. Ba'zilar turklarning 600 yillik imperiya tarixi bo'lg'achqa madaniyligi, mardligi, mehribonligi, saxiyligi sabablik Arabistonda hurmatlanadiganligini aytishdi. Ba'zilar Turkiyadagi Oq partiya hukumatining musulmonlarning ovoziga vakillik qilayotganligi natijasida turk xalqining izzatlanganligini muayyanlashtirdi. Yana ba'zi do'stlar Turkiyaning iqtisodda gullanib, boshqa musulmon davlatlarning havasini keltirgidek holga kelganligini sabab qilishdi. Mencha bularning ba'zilari bizning farzimiz, ba'zilari orzuyimiz, yana ba'zilari bo'lsa natija sabab emas. Men millat nuqtasidan deyilayotgan turklar madaniyatlik bo'lg'achqa hurmatlanadi. Indoneziya va Malayziyaliklar tartiblik bo'lg'achqa dushkanlanmaydi va hokazolarni anglaganimda bu millatlarni mushu baholarga sazovar qilgan sabablarni o'ylayman. Biz Uyg'urlar millat ko'ptirilayotgan va cho'ktirilayotgan ikki oshqunliq orasida yashayapmiz. Millat so'zi Uyg'urchaga arabchadan kirgan bo'lib, muborak Qur'onimizda yo'l, din ma'nolarida ko'proq qo'llanilgan ekan. Bir qism birodarlarning dunyoda musulmon va kofir deb ikkili millat bor deganida asli ikki yo'l bor demakchi. Bizda millatni cho'ktirish, inkarlash yaqinda boshlangan bilan bu qarash Jungoda 30 yilga yaqin hukmron bo'lgan. Ularmi dunyoda Uyg'ur, Xansu degan gap yo'q. Ezguchi va ezilguchi deb ikkili sinf bor degan sapsatini kishilarimizning enga singdirishga tirishgan.
hozirgi millat inkarchilari texmi asabiylashib, Jungoda Junxa millatidan iborat birli millat bor deganni tashabbus qilyotidi va shu tikanlik yo'lda onqavlachi ketyotidi. Shunga oramizdagi millat inkarchilari qayerda, kimga, nima deyotganligini bilishlari, amaliyotda kimlarning sanimiga dasayotganliklarini anqarishi muhim. Millatni inkar qilishning ta'tiri millatni ko'ptirishdir. Indoneziyalılar, Malaylar, Türklarni haramda fazilatlari sabablik tegishlik hurmatlanyotidi deganlarimizda shu millatlarni ko'ptirayotgan bo'lamiz. Chunki millat deganda yaxshi-yomon har xil odam bor. Amaliyotda biz millat sifatida ko'ptirayotgan bu davlatlarda ko'zimizga ko'ringandekidek birli millat yo'q. Sizga Pokis ko'rinayotgan Malay musulmonlari o'mikida odatda Pokistonliklar orasida meynat ko'rinadigan Urdu musulmonlarimi? Tungallar orasida tursa, ochko'z bilinadigan Xan musulmonlarimi bor? O'ltiriblar g'izolanib, haram maydonini meynat qilgan Iroqlik kurdlarning Turkiyadagi qarindoshlari turk hojilar o'mikida sizni so'yindirib yuribdi. Nemishqa bir millat ikki o'makda, ikki davlatda farqli sifatda bo'ladi? Isil sifat afzallik millatdimi? Yo'q. Millatlardagi afzallik shu millatning o'zida emas. Ular yashayotgan tuzumda. Qaraydigan bo'lsak, puhralari tartiblik hech qilib, har yerda hurmatlanayotgan bu uch davlat demokratik siyosiy tuzumdagi davlatlardir. Iroqlik turkmanni Turkiyalik turkmandan sapasiz qo'ygan. Suriyalik kurdni Turkiyalik kurddan tarbiyasiz qo'ygan. Birmilik musulmonni Malaysiyalik musulmondan tartibsizlik keltirib qo'ygan nomuvofiq tuzumdir. Shunga men bir millatni millat sifatida ustun yoki millat sifatida to'van deyishga qarshi. Muvofiq tuzum millatni har yerda ustunlikka, sapoga, fazilatga, hurmatga yor qiladi. Nomuvofiq tuzum millat a'zolarini o'z vatanidami o'ziga, o'zgalarga va ahli jahonga xor qiladi. Buningga bir misol keltiray. Madinada Turkiya musulmonlari ochgan Buyuk Marmara degan mehmonxonaga o'rlashtirildik. Kutib olish o'rnida o'ltirgan arab xodim bilan faqat til o'qisholmadim. Arabchadan boshqa na inglizcha, na turkcha, na farscha bilmaydi ekan. Oxiri shu yerda tozliq qilayotgan bir bengallik kishi bizga arabcha, turkcha tarjimonlik qilib savob oldi. Biladiganlardan bu hodisning sababini so'rsam, Arabistonda chet el shirkatlari 3:1 nisbatda yerlik arab xodim ishlatish shart ekan. Shirkatlarning ba'zilari majburiy qabullagan arab xodimlarini va shular sabablik boshqa millat xodimlarini boshqarib bo'lolmay, maoshni olishga, ammo ishga kelmaslik shartiga ko'ndirgan ekan. Ko'rishga bo'ladiki, arabni o'rin qilgani, o'rganishdan mahrum qo'ygani mushundaq nomuvofiq tuzum. Bundaq tuzum bor yerda yashagan har qanday millat o'rin bo'ladi. Odam ishdan qo'g'lanishdan qo'rqmasa, ishlamasimi maosh kelsa, jafo chekib nima qiladi? Haqqa yaxshi mulozimat qilamdi. Allohning roziligiga, hidoyatiga erisha olamdi. Bir millat qachon muvofiq tuzumda yashaydi ekan, kuchlik bo'ladi, sapoliq bo'ladi, izzatlik bo'ladi. Nomuvofiq tuzum sabablik vaqtincha ojizlik tushmagan taqdirdami xalqning noroziligiga, dunyoning nafrati qoladi. Hozir ko'zimizga sapoliq ko'rinayotgan ba'zi millatlarning nachar tuzum sababidan bir mezgil o'tkazgan badbashira xatoliklar bo'lgan. Undan boshqa bir millat turib muvofiq va nomuvofiq tuzumda yashayotganlik uchun farqli kun ko'rayotganlarim bor. Masalan, hammaylanga millat sifatida Germanlar, Yaponlar, Koreyalılar sapoliq tuyuladi. Shu sapoliq Germanlarning Hitler yo'liq qo'ygan davlat kapitalizmi tuzumida kuchaygan bo'lsa-mu, olvastiga aylanib insoniyatni urush o'tiga so'rab kirganligini o'ylab boqayli.
30 yildan beri Uyg'ur universitet o'quvchilariga mukofot tarqitib kelayotgan. Jungoning zamonaviylashishiga eng ko'p yordam bergan yaponiyaliklarning harbiy hokim mutlaqlik tuzum davrida butun Sharqi Janubiy Osiyoda bulonchilik urushi qilganligiga nazar solayli. Demokratik tuzumni yo'lga qo'yib, ijodchanligi bilan mashinasozlik, girimchilik, kiyim-kechak sohasida mo'jiza yaratgan Janubiy Koreyaliklarni maqtaganda, shu millatning shimoldagi qo'shni zaminida mustabid tuzum sababli qo'rsqinib baqalmay, nadonlik, shaxsga cho'qinish qatorliq illatlarning patqig'ida ingravotgan badbashira holatining borligini unutmayli. Demak, afzal yoki nachar tuzum o'xshash millatni o'xshamagan yerda va o'xshamagan zamonda o'xshamagan baxt va baxtsizlikka mubtalo qiladi. Haramda musulmonlar dunyosining olqishiga erishgan Turkiya, Malayziya, Indoneziya musulmonlari demokratik tuzumning sharoitida biri erkin iqtisodiy tuzilmaga ega, yana biri boshqa musulmonlarda umumyuzlik uchirmaydigan siyosiy sapolarga ega. Turkiya va Indoneziyalarda tavobning allaqachon shirkatlashib, iziga tushib bo'lganligi bu ellarning erkin iqtisodiy tuzilmini yo'lga qo'yib, shirkatlarning iqtisodiy faoliyatlarga muvofiq sahna hozirlab berganligi bilan munosabatlik. Bu ellardan kelgan tavobchilarning soqchidan hech qo'rqmasdan noroziliklarini qandaq ifodalashni bilishlari demokratik tuzumning kishilarning siyosiy erkinligiga sharoit yaratganligiga bog'liq. Bir misol bilan tushundiray. Deyilishicha, haramda bir qatim turk tavobchilarga arab soqchilar qo'pollik qilib, biraylarni uribdi. Shuning bilan tavob umkidkilarning hammasi norozilik bildirib, jim o'ltiribdi. Natijada yo'llar to'silib, tavob imkonsizlashibdi. Shuning bilan soqchilar boshliq kelib, tayoq yeguchidan kechirim so'rab, mushtumzor soqchini jazolab, ishni hal qilibdi. Turkiya demokratik davlat bo'lg'achqa, kishilar noroziliklarini munosabatlik yerlarga imzoliq va imzosiz shikoyat xatlarini yo'llash, axborotga jakarlash, namoyish qilish, jim o'ltirib olish qatorliq shakllar orqali ifodalash fursatiga ega. Hamda necha yilning shu fursatlarni ishlatib ko'nib ketgan. Shunga turklar noroziliklarini kaltakka tayoq qaytarmaymi ifodalashni biladi. Turkiya turklarining o'rnida mustabid elda yashaydigan bir turk qavmi bo'lgan bo'lsa, g'azabini yuqorqidek tinch shaklda emas, musht peshvo bilan qonliq ifodalashi va o'zini qamoqda ko'rishi mumkin. Uyg'urda demokratiyaning xato tushunilishi ichki va tashqi sabablarga bog'liq. Tashqi sabablar qaraganimizda Uyg'ur o'limalar ko'proq bilim olgan Misr, Suriya, Arabiston va Yaman qatorliq ellardagi mustabidlarga beqingan o'limalar demokratiyani islomga zid deb qaraydi. Demokratiyani g'arbning quroli deb qarab, xalqdagi demokratik talablarni g'arbning og'dirmichilik shaklida sharhlaydi va bostirishni qo'llaydi. Mustabidlar o'zining hukmronliklarini mustahkamlash uchun biri xalqni turlik afzallik bilan ta'minlab, shukriga undaydi. Axborotlarni setib olib, minglarni o'ziga foydali shaklda yuyib chiqadi. Yana biri diniy va barliq fikriy ilmlarni hokimiyatga bo'ysundirib, o'ziga moyil qarashni masjiddagi tabliğlarda, darsxonalardagi leksiyalarda va televizordagi suhbatlarda kengri tashviq qiladi. Natijada bizdan bundaq ellarga ibodat, tijorat va o'qish uchun chiqqanlar qabul qilib tarqitishga boshlaydi. 2005-yillarga deyman. G'arb matbuotlarining ba'zilari Erdo'g'an hukumatiga baho berib, Turkiya Iran bo'larmi, Malayziyami deganligi ilm ismda. Bu ikki davlat musulmonlar orasida demokratiyani yo'lga qo'yishdagi ikki ulgu bo'lib, biri shaklda demokratik, amalda mustabid davlat. Yana biri musulmonlar ichida demokratik tuzumni amalga oshirib yuksalayotgan davlat. Oradan 11 yil o'tib,
Mana bugun Turkiya demokratiyaga bakrak uyg'unlashib edi, xalqning musulmonlik talabiga texmi loyiqlashdi. Türk xalqining hurmati o'sib, Malaysiyaliklarga o'xshash musulmonlarning zo'qini keltiryotidi. Aksicha, İran cahillarcha mustabidlikning dardida ingrayotidi. Urush ofatidagi Suriyaliklarni O'tir Sharqdagi musulmon davlatlar ichida Turkiyaning qabul qila olishimi, Uyg'ur musulmonlarining Turkiyada panohlikqa erisha olishimi demokratiyaning kuchi. Chunki rahbarlarni xalq saylaydi. Turk xalqi Uyg'urlarga milliy ham diniy qarindosh, Suriyaliklarga diniy qarindosh. Agar Turkiyadagi hukumat bu qarindoshlikning huddasidan chiqmasa, puhraning qo'lidagi saylan beltidan quruq qoladi. Demak, orada olimlari qandaq sharhiylasin, o'quvchilarning va avomning mengisini yuyishda qanchalik utuq qozonsin, mustabidlikning yiringlarini adolab bo'lolmaydi. Bugungi musulmonlarning har yerdagi xor, namrat, tartibsiz holati va mazhabchilik, qabilavozlik, oshqunliq patqoqlari ichidagi ichinishliq ahvoli mustabid tuzumning natijasi. Demokratiya garchi mukammal tuzum bo'lmasa-mu, Yevropada muvaffaqiyat qozonib, Turkiya, Malaysiya va Indoneziya qatorliq ellardagi musulmonlarni tinchlik, erkinlik, barobarlik, mehribonlik ichidagi turmushga erishtirganligi bilan qimmatlikdir. Demokratik tuzum Türk, Malay, Indoneziyan qatorliq millatlarni musulmonlarning munavvar ulgisiga aylantirganlik sabablik afzaldir. Kim bilan nadan zakat deyap, mustabidlikni qanchalik oqlasin, Uyg'urni oldi olmaydi. Chunki bizningmi Turkiya, Indoneziya va Malaysiya musulmonlariga o'xshash dunyo musulmonlarining hurmatiga noil bo'lib yashag'imiz bor. Mushu demokratik davlatdagilar erishgan izzatda bizningmi haqqimiz bor.